Shu bilan doris tugaydi. Demak, meni taklifimga rozi emassan-a? Hech qachon. Mana bo'lmasam. Nima qilganingiz? Esiz joydami? Hali sen mendan hazar qilayotganmiding? Ana endi sen ham men bilan bir xilsan. Ikkalamiz bir xil kasallikka chalinganmiz. Hazar qilish qanaqaligini mana endi ko'rasan. Senga aytgandim-ku, men hech qachon yutqizmayman. Mana ering sen bilan bundan keyin yasharmikin? Spid xotin